Aziz do'stlar, haqiqatdan muhabbat, haqiqatdan sevgi, haqiqatdan mehr insonlarni ular hayotda baxtli bo'lsinlar. Qaysi xonadonda muhabbat bo'lsa, o'sha yerda baxt bo'ladi azizlar. Qaysi xonadonda muhabbat bo'lsa, o'sha yerda farzandlar bo'ladi. Ana o'sha yerda qayda baraka bo'ladi. Bularga xuddi shu narsani tilayman. Aziz do'stlar, qadrli mehmonlar, albatta marhamat, aziz do'stlar, mentalitetimiga xos chiroyli bir qarsak bilan kutib olaylik Og'abek Sobirovni, azizlar. Marhamat. Marhamat. Qarsak yaxshi bo'lmadi, qarsak, ha? Hofizlarni ilhomlantiradigan qarsak bo'lmog'i lozim qarsakga. Mana siz bilan biz orzu qilgan buyuk hofiz qoshimizda. Men bitta narsani aytmoqchiman, Og'abekjon. Siz bundan oldingi kelgan paytingizda qishlog'imizga xizmat ko'rsatgan artist edingiz. Bugun siz bir emas, ikkita respublikaning xalq artisiz. Butun qishlog'imiz, butun to'yxona nomidan sizni chin yurakdan tabriklaymiz ulug' unvon bilan. Bitta qarsak bo'lsin. Aziz do'stlar, qadrli mehmonlar, dunyoni o'z san'ati bilan lol qoldirgan Raj Kapurning bitta gapi bor. Sahnaga chiqayotgan paytida sahnaning zinapoyasini, assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Sahnaning zinapoyasini bir ziyorat Kapurda nega bunday qildingiz deganda, men san'atim tufayli hammadan yuqoridaman. San'atim tufayli hammadan yuqoridaman. Hatto vazir bo'lsa ham pastda o'tiradi-yu, menda turishi, elga qilgan xizmat tufayli Alloh shunday rutbani nasib etgan o'sha ulug' insonga. Og'abekjon, Alloh qo'llasin sizni. Hamisha elimizning yaxshi kunlarida xizmatda bo'ling. Va biz qashqadaryoliklarni sevimli shoirlardan birini gapirib keltirir. Chalay yosimdiray chil-chil, navo bo'lsa Navoiyning navosiydek navo bo'lsin. Xorazmcha Og'abekka mos, Og'abek Sobirovga chiroyli san'at bilan boshlaysiz. Rahmat. Marhamat. Rahmat rais bu, rahmat. Ming rahmat. Chiroyli gaplar uchun. Avvalambor assalomu alaykum aziz muhtaram otaxonlar, muhtarama onaxonlar, aka-ukalar, opa-singillar, uzoq yaqindan tashrif buyurgan yor birodarlar, hammalaringizga mana shu xonadonni quvonchiga quvonch ulashay deb kelgan, yaxshi niyatlar bilan kelgan qadamiylarga